Ayni paytda dunyoda ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlariga talab har qachongidanda yuqori. Shu bois xorij davlatlarining, ayniqsa Yevropa mamlakatlarining zaminimizda yetishtirilgan sarxil mevalarga qiziqishi tobora ortib boryapti. Turli xalqaro ko'rgazmalar orqali esa yangi xaridorlar bilan manfaatli shartnomalar imzolanyapti. Latviyada tashkil etilgan O'zbekiston mahsulotlari ko'rgazmasi ham yurtimiz fermeri dehqonlari uchun samarali bo'ldi. Yangi O'zbekistondagi yangi munosabatlar bois bugun Yevropa davlatlari mamlakatimiz bilan yanada yaqin hamkor bo'lishga intilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 8 oyi davomida O'zbekiston va Yevropa ittifoqi davlatlari o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 19,9% ga oshib, 3,9 milliard dollarni tashkil etgan. Mazkur ijobiy jarayonlar Latviya poytaxtida o'tgan xalqaro ko'rgazmasida ham o'z tasdig'ini topdi. 32 davlatdan 400 dan ortiq kompaniya ishtirok etgan mazkur yirik oziq-ovqat sanoati maydonida O'zbekiston tadbirkorlari ham o'z mahsulotlari bilan faol ishtirok etdi. Ko'rgazma pavilyonida konservalangan o'zbek oshlari, milliy shirinliklar va boshqa turdagi oziq-ovqat mahsulotlari taqdim etildi. O'zbekistonlik tadbirkorlarga berilayotgan imkoniyatlardan foydalangan holda biz Riga Food ko'rgazmasida ishtirok etyapmiz. O'zimizning mahsulotlarimizni namoyish qilib taklif qilyapmiz. Bizni quvontirayotgan jihati shuki, Yevropalik tadbirkorlarni O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga bo'lgan qiziqishi juda yuqori. Riga Food ko'rgazmasi bu nafaqat Baltiq bo'yi davlatlari yoki Latviya davlatiga ochilayotgan imkoniyat, balki bu Yevropa bozoriga imkoniyatlarning eshigini ochib berayotgan ko'rgazmalardan biri hisoblanadi. So'nggi yillar mobaynida Yevropa davlatlarida O'zbekiston zaminida yetishtirilgan mahsulotlarga talab tobora ortib bormoqda. Mazkur ko'rgazmada ham O'zbekiston uchun ajratilgan stendlarga e'tibor juda yuqori. Masalan, birgina davlatimiz rahbari boshchiligida yurtimizda sitrus, subtropik va tropik mahsulotlar yetishtirishni yanada jadallashtirish bo'yicha olib borilayotgan sa'y-harakatlar ushbu turdagi sarxil mevalarni, ayniqsa limonlarimizni tashqi bozor rastalaridan joy olishiga zamin yaratdi. Увидев этот фрукт первый раз, первое впечатление, что это апельсин. Но оказывается, это лимон. Bu mevani birinchi marta ko'rganimda apelsin deb o'yladim, lekin u limon ekan. Bizni Latviya aholisi limonni sariq, nordon, ayrim hollarda esa achqimtir meva deb bilamiz. Chunki bizni bozorimizda shu paytga qadar doimo shunaqa turidan bo'lgan. Lekin O'zbekiston limonining rangi ham, ta'mi ham butunlay o'zgacha ekan. Menga hatto limonli choy ham berishdi. Bu juda ajoyib. Bilamizki, O'zbekiston quyoshli o'lka. Albatta, sababi shunda bo'lsa kerak. O'zbekistonning ekologik toza mahsulotlari bizning bozorlarimiz rastalarida ham ko'payib borayotganidan juda xursandman. Albatta, mana shu kabi ko'rgazmalar bunga yaxshi sharoit yaratadi. O'zbekskaya kompaniya приехала к нам на выставку. Mazkur ko'rgazmada O'zbekistonning bir qator kompaniyalari ishtirok etyapti va biz ular bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazib, allaqachon keng manfaatli hamkorlikka oid qator shartnomalar imzolashga erishdik. Ko'rgazmada o'zimizda yetishtirgan dehqonchilik mahsulotimiz limonlarni olib kelganmiz. Limonlarimiz bu yerda o'ta qiziqish bilan o'ta xaridorligini ko'rdik. Haqiqatan mazasi, ko'rinishi, ta'mi kim bo'lsa haqiqatan qoyil deb ketyapti. Kelishimizga maqsad bozorda o'rganish edi. Prezidentimizga rahmat, kreditlarni berdi, teplitsa qurdik, mana limonni yetishtirdik. Endi bozorni ham ko'ryapmiz. Eksportni ham yo'l qo'yishga erishamiz degan maqsaddaman. 30 yildan beri Latviyada yashayman, Rigada. O'zim O'zbekistonlik, Toshkent shahridanman. Bugun Vystavkaga kelib, xursand bo'ldim. Bizani stendni ko'rib, limonni ko'rib juda ham faxrlanib ketdim, что Yevropaga shunaqa limonlar chiqqaniga. Ko'rgazma turli biznes forum va B2B formatidagi uchrashuvlarga boy bo'ldi. Latviya va Boltiqbo'yi mamlakatlari ishbilarmonlari bilan yangi eksport yo'nalishlari muhokama qilindi. Mutaxassislar fikricha, mazkur tadbir O'zbekiston mahsulotlari uchun nafaqat Yevropa, balki yanada kengroq xalqaro bozorlar uchun yo'l ochadi.